O'rtoq tovarlarni tushirib oldik. Yaxshi. Ne настроение yo'q? Bilasan-da qiz bilan gaplashaman. O'shanga tilla do'koni borligiga yetmaganman. Oddiy bola bo'lib ko'ringanman. O'shani qanaqa sinash bilmayapman. Undachi do'koningga chaqir. Tilla olib bermoqchi bo'lasan, lekin olib bera olmaysan. Hop. Agar sana sharoitingni tushunadigan qiz bo'lsa, kelajakda demak sen bilan baxtli bo'ladi. Yaxshi narsa. Chaqir. G'ulom aka, men keldim. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Nimaga chaqiruvdingiz? 8-marta senga tilla olib bermoqchi edim. Rostmi? Ketdimi? Ketdi. Vav, chiroyli ekan-a? Qatdiki bo'la? Aslizlar do'konimizda Italiya, Rossiya, Turkiya hamda Ozarbayjon tillarini sotamiz. Biz tilla ishlab chiqarmaymiz. Dunyodagi mashhur brendlarni sotamiz. Siz qaysini tanlayotdingiz? Ma'manisini. Pulingiz yetadimi o'zi? Bilmasam. Qarang, bizda mahsulotlarni naqd hamda muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Keyin O'zbekistonda 20 dan oshiq filiallarimiz bor. Yoki boshqasini tanlaysanmi? Arzonrog'ini ko'ramizmi? Zo'r bo'lardi. Qora ko'zlaringga bo'ldim baxliyo, sen esa tashlamaysan bir qiyo, bir qiyo. Kechirasiz. Yoqmadimi? Yo, yoqdi, hali yana kelamiz. Ha, unda bo'lmasa, mana shu do'konning xo'jayini menman. Bu vizitkam. Xohlagan paytingiz telefon qilsangiz, aytgan joyingizga dastavka qildirib beramiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Xafa bo'lma, olib bera olmadim. Nimaga xafa bo'laman, G'ulom aka? Hali ishlaringiz zo'r bo'lib ketadi. Menga ko'p tillalar olib berasiz. Rahmat tushunganing uchun. Uyga borur, hali gaplashamiz. Ha. Jigar, tabriklar. Imtihondan o'tdi. Bilardim yaxshi qizligini. Yo'q, menimcha o'tmadi. Nimaga? Menga yozdi-yu. Chiroyli bola ekansiz, uylanmaganmisiz dedi. Yo'q. Cho'rnik tiqor. Yo'q, meni yozishim hozir. Va cho'rnik tiqor deyapman. To'p turga, men sen alamini olib beraman. Kerak emas, cho'rnik tiqor deyapman. O'rtoq, sabr qilib turasizgina. Men yozishaman. Orada ozgina ishlar bordir balkim. Nima ishli bor? Sen nima ishing bor, voy, dindiramsan?